Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Endi sentyabrga qadar pensionerlarga berilishi kerak bo'lgan to'lovlar. Yangi ro'yxatlar va bu ro'yxatga tushgan yoki tushmagan fuqarolar nimalarga e'tibor berishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-buvi, nogironligi bo'lgan fuqaro yoki boquvchisini yo'qotgan shaxs bor. Agar bu masalada e'tiborsiz bo'linsa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi, keyin esa idoralar o'rtasida yurib vaqt yo'qotishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlarga pul berilishi kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa shoshilmasligi mumkin, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak, arizada nimalarni yozish kerak, barchasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar kechib yetib bo'lsa, odamlar ko'pincha o'z haqidan bexabar qoladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlarning to'lovlari asosan belgilangan pensiya miqdori bo'yicha oyma-oy berib kelindi. Kimning yoshi bo'yicha pensiyasi bo'lsa, o'sha oylik pensiyasini olardi. Kim nogironlik pensiyasi olsa, unga alohida tartibda hisob-kitob qilinardi. Kim boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, oila a'zolari soni va hujjatlariga qarab mablag' ajratilardi. Lekin amaliyotda shunday holatlar ko'p uchraydiki, ayrim pensionerlarning ma'lumotlari bazada yangilanmagan bo'ladi. Kimningdir bank kartasi o'zgargan bo'ladi. Kimdir yashash manzilini almashtirgan bo'ladi. Kimdir esa umuman ro'yxatda bor, ammo to'lovni olmagan bo'ladi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, tegishli tashkilotlar pensionerlar bo'yicha yangi ro'yxatlarni tekshiradi. To'lovlarni aniqlaydi va 10 sentyabrgacha ayrim toifadagi pensionerlarga tegishli summalar yetkazilishi kerak bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Har bir odam bir xil summa oladi deb tushunish noto'g'ri. To'lov miqdori pensionerning toifasiga, oldingi hisob-kitobiga, qarzdorlik yoki qayta hisoblash bor yo'qligiga, hududiy ro'yxatga kiritilmaganiga va hujjatlar to'liq yoki noto'liq ekaniga bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'pchilik yangi ro'yxat deganda darrov hamma pensionerlarga alohida pul tarqatiladi deb o'ylaydi. Aslida yangi ro'yxat degani ko'pincha tekshiruv, aniqlashtirish va ajratilgan to'lovlarni egasiga yetkazish degani. Ya'ni kimdir asosiy pensiyasini oladi, kimdir oldingi oyda kechikkan pulni oladi. Kimdir qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblangan farqni oladi. Kimdir esa ro'yxatda bo'lsa ham bank rekviziti yoki hujjatdagi muammo sabab pulni vaqtida ola olmasligi mumkin. Men ekspert sifatida eng muhim narsani aytaman. 11 sentyabr sanasini oddiy sana deb qaramang. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, shu sanagacha pensiya, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki qayta hisoblangan summa tushdimi yo'qmi? Albatta tekshirish kerak. Chunki ko'p muammolar aynan vaqtida tekshirilmagani uchun paydo bo'ladi. Odam keyin tushar deb kutadi. Keyin bir oy o'tadi. Keyin hujjat so'raladi. Keyin ariza yoziladi. Natijada o'ziga tegishli pulni olish kechikadi. Endi kimlar bu masalada alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshi bo'yicha pensiya oladigan fuqarolar. Masalan, otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U odatda pulini bank kartasi orqali oladi. Agar sentyabr oyi boshida pensiyasi tushmagan bo'lsa yoki odatdagidan kamroq tushgan bo'lsa, bu holatni shunaqa bo'lib turadi deb o'tkazib yubormaslik kerak. Bankdan SMS kelmagan bo'lishi mumkin, karta muddati tugagan bo'lishi mumkin, pensiya jamg'armasi ma'lumotida hisob raqam eskicha qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensioner yoki uning ishonchli vakili darhol bankdan ko'chirma olishi va pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishi kerak. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu toifadagi odamlarda hujjatlar, tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Masalan, ayol kishi 2 guruh nogironlik pensiyasini olib kelgan. Uning tibbiy komissiya hujjati avgust oyida yangilanishi kerak edi. Lekin u sog'lig'i sabab vaqtida bora olmadi. Natijada bazada muddati tugagan hujjat sifatida ko'rinishi mumkin. Bunday paytda to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki kechikish ehtimoli bor. Bu odam puldan mahrum bo'ldi degani emas. Lekin hujjat yangilanmasa, to'lovni olish cho'ziladi. Shuning uchun nogironligi bo'lgan pensionerlar 10 sentyabrgacha hujjatlari amal qilishini albatta tekshirish kerak. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar.
Bu yerda bolalar, talaba farzandlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lishi mumkin. Masalan, bir oilada 2 nafar farzand o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Katta farzand kollej yoki universitetga kirgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, ayrim to'lovlar kechikishi mumkin. Oila esa nega pul tushmadi deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy, tizim bolani hali o'qiyotgan shaxs sifatida tasdiqlovchi hujjatni kutayotgan bo'lishi mumkin. 4-toifa pensiyani naqd shaklda oladigan fuqarolar. Ayrim qishloq joylarda yoki yoshi katta insonlarda bank kartasidan foydalanish qiyin bo'lgani uchun ular pensiyani naqd oladi. Bu holatda yetkazib berish grafiki. Hududdagi ro'yxat, pochta yoki mas'ul tashkilotning ish tartibi ahamiyatli. Masalan, pensioner har oyning ilk sanasida pensiya olardi, lekin bu oy 2 sanasigacha kelmadi. Bu darrov pul yo'q degani emas, lekin pensioner mahalla. Pochta yoki tegishli bo'lim bilan bog'lanib, ro'yxatda bor yo'qligini bilishi kerak. Chunki ro'yxatda manzil noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pul yetkazilishi kechikadi. 5-toifa yaqinda pensiyaga chiqqan fuqarolar. Yangi pensionerlar eng ko'p chalkashadigan toifa hisoblanadi. Masalan, fuqaro avgust oyida pensiyaga chiqdi. Hujjatlarni topshirdi, lekin sentyabrda hali to'lov olmadi. Bu holatda pensiya tayinlangan sana. Hujjat qabul qilingan sana, hisob-kitob yakunlangan sana va bank rekviziti muhim. Agar pensiya 1 avgustdan tayinlangan bo'lsa, lekin to'lov sentyabrda amalga oshirilsa. Ayrim hollarda avgust uchun hisoblangan summa ham qo'shib berilishi mumkin. Lekin buning uchun qaror rasmiylashtirilgan bo'lishi va fuqaro ro'yxatda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Endi raqamli misollar orqali tushuntiraman. Deylik, pensioner har oy 1.100.000 so'm oladi. Avgust oyida uning pensiyasi qayta hisoblanishi kerak bo'lgan, lekin hujjat kechikib kiritilgan. Agar qayta hisob natijasida pensiya 1.200.000 so'mga oshsa, farq 100.000 so'm bo'ladi. Agar bu farq 2 oy uchun hisoblanadigan bo'lsa, 200.000 so'm qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Ammo bu hamma uchun avtomatik bir xil bo'lmaydi. Kimning hujjatda farq bo'lsa, o'shanga farq chiqadi. Kimning hisob-kitobi to'liq bo'lsa, u faqat odatdagi pensiyasini oladi. Yana bir misol. Onaxon bank kartasini almashtirgan, lekin yangi karta raqamini pensiya jamg'armasiga bildirmagan. Pensiya ajratilgan. Lekin eski rekvizitga ketgan yoki qaytgan bo'lishi mumkin. Onaxon esa menga pul bermayapti deb o'ylaydi. Aslida pul tizimda bor, faqat manzil, ya'ni hisob raqam masalasi yechilmagan. Bunday holatda bankdan yangi karta rekvizitini olib pensiya bo'limiga yozma ariza bilan topshirish kerak. Og'zaki aytish ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Chunki keyin kimga aytilgani, qachon aytilgani isbotlanmaydi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyangizni odatdagi miqdorda va odatdagi vaqtda olgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, demak vahima qilishga hojat yo'q. Lekin baribir bitta oddiy tekshiruv foydali. Bank ilovasidan yoki bankomatdan oxirgi tushumni ko'ring, miqdorni oldingi oy bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa, sababini aniqlang. Pensioner odamning har bir so'mi hisobli. Shuning uchun tekshiruv madaniyati zarur. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Ro'yxatda bo'lish to'lov darhol qo'lga tegadi degani emas. Ro'yxat bu hisob-kitob va yetkazish jarayonining bir qismi. Masalan, pensioner ro'yxatda bor, lekin bank rekviziti xato yoki ro'yxatda bor. Lekin shaxsiy ma'lumotida familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan yoki tug'ilgan sana pasportda boshqacha, eski hujjatda boshqacha kiritilgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar to'lovni ushlab turishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Menga qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningiz boshqa toifada bo'lishi mumkin. Uning pensiyasi qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Unga oldingi oy uchun qarzdorlik to'langan bo'lishi mumkin. Sizda esa bunday farq bo'lmasligi mumkin. Masalan, 2 pensioner yonma-yon yashaydi. Biri 900.000 so'm oladi, ikkinchisi 20.400.000 so'm oladi. Biriga 300.000 so'm qo'shimcha tushdi, boshqasiga tushmadi. Bu adolatsizlik degani emas, balki ularning ish staji, pensiya turi, qayta hisob-kitobi, hujjat sanasi turlicha bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Ayrim to'lovlar faqat ariza asosida aniqlanishi mumkin. Ya'ni tizim hamma narsani avtomatik ko'rib chiqadi.
Lekin ba'zi holatda fuqaroning o'zi murojaat qilmasa muammo yuzaga chiqmaydi. Masalan, pensioner ilgari boshqa tumanda yashagan, keyin yangi tumanga ko'chgan. Hujjatlari to'liq ko'chmagan bo'lishi mumkin. Yoki pensionerning ish staji bo'yicha qo'shimcha ma'lumot topilgan. Lekin u hujjatni pensiya bo'limiga olib bormagan. Bunday vaziyatda davlat o'zi biladi deb kutish noto'g'ri. Fuqaro o'z huquqini o'zi ham kuzatish kerak. 4-nozik jihat ishonchnoma bilan pensiya oladiganlar. Ayrim keksa insonlar o'zlari borolmagani uchun farzandiga yoki qarindoshiga ishonchnoma bergan bo'ladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pensiya berishda muammo chiqadi. Masalan, bobo yotib qolgan. O'g'li har oy pensiyani olib kelardi. Ishonchnoma 1 sentyabrda tugagan, o'g'li esa 10 sentyabrda pensiya olishga bordi. Tabiiyki, to'lov berilmasligi mumkin. Bu holatda yangilangan ishonchnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun ishonchnoma muddati alohida tekshirilishi shart. 5-nozik jihat bank kartasi bloklangan yoki muddat tugagan bo'lishi. Ko'p pensionerlar kartaning ustidagi amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Karta muddati tugasa, pul tushgan bo'lsa ham ishlatib bo'lmasligi mumkin. Ba'zida karta xavfsizlik sabab bloklanadi, pin kod xato teriladi, telefon raqami o'zgargan bo'ladi. Bunday holatda pensiya bo'limi emas. Avvalo bank bilan masalani hal qilish kerak bo'ladi. Bankdan kartaning holati, hisob raqam faol yoki faol emasligi, oxirgi tushum bor yo'qligi haqida ma'lumot olish kerak. 6-nozik jihat. Ortiqcha to'lov va qaytarish masalasi. Ba'zan odamga noto'g'ri hisob kitob sabab ortiqcha pul tushishi mumkin. Ko'pchilik tushdimi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar rasmiy tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, keyingi pensiyadan ushlab qolinishi yoki qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun odatdagidan ancha katta summa tushsa, darhol sababini aniqlash kerak. Masalan, pensioner odatda 1 million so'm oladi. Birdan 3 million 500 ming so'm tushdi. Bu haqiqatan ham bir necha oy uchun qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. Lekin xato ham bo'lishi mumkin. Aniqlik kiritish foydali. Chunki keyin kutilmagan ushlab qolishlar bo'lmasin. 7-nozik jihat firibgarlikdan ehtiyot bo'lish. Bunday xabarlar chiqqanda ayrim firibgarlar, siz yangi ro'yxatdasiz, pul chiqarib beramiz, karta raqamingizni, kodni, SMS, parolni ayting deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang. Bank karta parolini aytmang. Karta orqasidagi ma'lumotlarni yubormang. Pensiya yoki davlat to'lovi uchun sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ralmaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz, pulingiz kuyadi desa, bu juda shubhali. Rasmiy masalalar faqat bank, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy kanallar orqali hal qilinadi. 8-nozik jihat pensioner vafot etgan holatlar. Bu juda nozik mavzu, lekin amaliyotda uchraydi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning hisoblangan, lekin olinmagan pensiyasi bo'yicha merosxo'rlar yoki oila a'zolari alohida tartibda murojaat qilishi mumkin. Bu avtomatik tarzda har doim darhol berilmaydi. Vafot etganlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, meros yoki qonuniy vakillik bilan bog'liq hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shu sababli bunday holatda mahalla yoki bankdagi gapga qarab emas, to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish olish kerak. 9-nozik jihat bir hududda to'lov boshlangan bo'lsa, boshqa hududda ham shu kuni bo'lishi shart emas. Hududlar bo'yicha grafik, banklar bo'yicha texnik jarayonlar, pochta orqali yetkazish va boshqa omillar farq qiladi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda falon tumanda tushdi, bizda tushmadi degan gaplar ko'payadi. Bu har doim muammo degani emas. Lekin endi sentyabrga yaqinlashganda ham pul tushmagan, sabab aytilmagan, ro'yxatda bor yo'qligi noma'lum bo'lsa, kutib o'tirmasdan murojaat qilish kerak. Endi eng muhim qism, siz bugun nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensionerning oxirgi pensiya tushumini tekshiring. Agar bank kartasi bo'lsa, bank ilovasidan, bankomatdan yoki bank filialidan ma'lumot oling. Qancha pul tushgan, qaysi sanada tushgan, izohida nima yozilgan, oldingi oy bilan farq bormi? Hammasini solishtiring. Agar pensioner bank ilovasidan foydalana olmasa, farzandi yoki ishonchli odami yordam bersin. Lekin bunda karta paroli va SMS kodni begonalarga bermaslik kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Asosiy hujjatlar, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli guvohnomalar,
talaba farzand bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma. Agar pensionerning nomidan boshqa odam murojaat qilsa, ishonchnoma yoki qonuniy vakillikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, mahalla yoki hududiy mas'ul idoradan ro'yxat masalasini aniqlashtiring. Lekin faqat og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga ro'yxatda yo'qsiz deyishsa, sababini so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Ma'lumot qayerda noto'g'ri, qachon tuzatish mumkin? Kimga murojaat qilish kerak? Shu savollarni bering. Odam ko'pincha yo'q ekan degan bitta gapni eshitib qaytib ketadi. Aslida esa muammo juda oddiy bo'lishi mumkin. Masalan, bank rekviziti yangilanmagan. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada quyidagilarni yozish kerak. Pensionerning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, pasport yoki ID karta ma'lumoti, yashash manzili. Telefon raqami, pensiya turi, muammo mazmuni. Masalan, sentyabr oyi pensiya to'lovim 11 sentyabrga tushmaganligi sababli ro'yxatda mavjudligimni, to'lov hisoblangan-hisoblanmagani va agar kechikish bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, javob ham aniq bo'ladi. 5-qadam, arizani topshirganda kirim raqamini yoki qabul qilingani tasdiqlovchi belgini oling. Bu juda muhim. Chunki og'zaki murojaatni keyin isbotlash qiyin. Agar ariza qabul qilingan bo'lsa, sizda sana va raqam bo'ladi. Keyin javob kechiksa, aynan shu raqam orqali so'rashingiz mumkin. Davlat idoralari bilan ishlaganda hujjatli iz qoldirish odamning o'z huquqini himoya qilishiga yordam beradi. 6-qadam, bank bilan alohida tekshiring. Pensiya bo'lim pul o'tkazilgan desa, bank kelmagan desa. O'rtada rekvizit, tranzaksiya yoki hisob holati masalasi bo'lishi mumkin. Bankdan hisob faolmi? Karta muddati tugamaganmi? Oxirgi kirimlar bormi? Pul qaytganmi? Shu savollarga javob oling. Agar bankda muammo bo'lsa, yangi karta ochish yoki rekvizitni yangilash kerak bo'ladi. Keyin yangi rekvizitni pensiya jamg'armasiga topshirish shart. 7-qadam, barcha javoblarni yozib boring. Qaysi kuni qayerga bordingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Nima dedi? Qanday hujjat so'radi? Qachon kelish kerak dedi? Oddiy daftar tuting. Bu mayda ishdek ko'rinadi, lekin keyin masala cho'zilsa, sizda aniq tarix bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta pensionerlar bir necha idoraga borib charchaydi. Keyin nima deyilganini unutib qo'yishi mumkin. Farzandlar bunday vaziyatda mas'uliyat bilan yordam berishi kerak. 8-qada ham ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ehtiyotkorlik bilan qarang. Hamma pensionerga falon summa beriladi. Faqat bugun ariza topshirsangiz olasiz. Karta raqamingizni yuboring kabi xabarlar rasmiy manbasiz bo'lsa ishonmang. Har qanday to'lov bo'yicha eng to'g'ri yo'l rasmiy idoradan tekshirish, bankdan ma'lumot olish, hujjat bilan murojaat qilish. Shov-shuvli xabar odamni shoshirib, xato qildirish uchun ham tarqatilishi mumkin. 9-qadam, agar pensioner o'zi yura olmasa, masalani qarindoshlar zimmasiga tartibli oling. Bitta odam mas'ul bo'lsin. Hamma bir-biridan eshitib turli idoralarga alohida borsa, chalkashlik ko'payadi. Mas'ul odam hujjatlarni yig'adi. Bankdan ma'lumot oladi, ariza topshiradi, javobni kuzatadi. Bu oilaviy mas'uliyat. Chunki keksa odamning pensiyasi ko'pincha dori-darmon, oziq-ovqat kommunikatorlari uchun kerak bo'ladi. 10-qadam. Agar sizga asossiz rad javobi berilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval hududiy bo'limdan yozma javob oling. Keyin shu javob asosida yuqori tashkilotga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Shikoyatda hissiyot emas, faktlar bo'lishi kerak. Qachon murojaat qildingiz? Nima talab qildingiz? Qanday javob oldingiz? Qaysi to'lov tushmagan, qaysi hujjatlar ilova qilinmoqda? Shunda murojaat jiddiy ko'rib chiqiladi. Endi men yana bir amaliy vaziyatni tushuntiraman. Deylik, pensioner 10 sentyabrgacha pul kutyapti. 10 sentyabrda hali tushmadi. Bu paytda vahima qilish shart emas. Lekin tekshiruvni boshlash kerak. 11 sentyabrda bankdan ko'chirma olinadi. 12 sentyabrda pensiya jamg'armasiga telefon qilinadi yoki boriladi. 12 sentyabrda hujjatda muammo bo'lsa, to'ldiriladi. 11 sentyabrga kelib ham pul tushmasa, yozma ariza topshiriladi. Mana shunday harakat qilinsa, odam kechikmaydi. Aksincha 20 sentyabrgacha kutib, keyin nega tushmadi deb borsa, jarayon yana cho'zilishi mumkin. Yana bir vaziyat. Pensionerning pensiyasi odatdagidan 1 ming so'm kam tushdi. Bu yerda ham darrov xulosa chiqarmaslik kerak. Balki oldingi ortiqcha to'lov ushlab qolingandir.
balki ijro hujjati bo'yicha ushlanma bordir. Balki bank komissiyasi yoki boshqa texnik masala bo'lishi mumkin. Lekin pensionerga sabab tushuntirilishi kerak. Har qanday kamayish bo'yicha izoh so'rashga haqlisiz. Shunaqa bo'libdi degan javob yetarli emas. Pul miqdori aniq hisob-kitob bilan tushuntirilishi kerak. Pensionerlar uchun eng katta xavf befarqlikdir. Men tushunmayman. Bolalarim band, keyin borarman, baribir hech nima bo'lmaydi deb o'tirish kerak emas. Bugun ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali yuradi. Lekin elektron bazada ham xato bo'lishi mumkin. Familiya noto'g'ri yozilishi, karta muddati tugashi, hujjat yangilanmasligi, manzil eskicha qolishi, o'qish ma'lumotnomasi kiritilmasligi mumkin. Bularning har biri pulni kechiktiradi. Men alohida aytaman, pensionerning huquqi bu iltimos emas. Tegishli pensiya yoki to'lov qonuniy asosda berilishi kerak. Lekin huquqni amalga oshirish uchun fuqaro ham o'z ma'lumotlarini to'g'ri yuritishi, hujjatlarni vaqtida topshirishi, o'z hisobini tekshirishi kerak. Davlat idorasi xato qilsa, uni tuzatishni talab qilish mumkin. Fuqaro hujjatni kechiktirsa, jarayon cho'zilishi tabiiy. Shuning uchun ikki tomonlama mas'uliyat bor. Xulosa qilib aytaman. 15 sentyabrgacha pensionerlarga tegishli to'lovlar, yangi ro'yxatlar va qayta hisob-kitoblar masalasini har bir oila jiddiy tekshirishi kerak. Kim odatdagidek pensiyasini olgan bo'lsa, xotirjam bo'lishi mumkin, lekin baribir summani solishtirib qo'ysin. Kimda to'lov kechiksa, summa kamaysa, qo'shimcha pul tushmasa yoki ro'yxat bo'yicha savol tug'ilsa, bankdan ko'chirma olib, hujjatlarni tayyorlab, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilsin. Eng muhimi, hech kimga SMS kod, karta paroli va maxfiy ma'lumot bermang. Rasmiy idoraga boring, yozma ariza qoldiring, javobni hujjat bilan oling. Shunda siz o'zingizga yoki ota-onangizga tegishli pulni vaqtida va to'g'ri olish imkoniyatini oshirasiz. Agar sizning hududingizda pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday holat bo'layotganini bilsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi tumanda pul tushdi, qayerda kechikyapti, qanday muammoga duch keldingiz. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda berilgan ma'lumot kimningdir pensiyasini, dorisini yoki ro'zg'or xarajatini o'z vaqtida olishiga sabab bo'lishi mumkin.